$1000, $1,500 pul beraman deb polirovkani o'rganaman deyotganlar juda ham ko'p, lekin men u narsalarga qiziqmayman. Men sizlarga meni kuzatuvchim bo'lganingiz uchun men sizlarga bu narsani tekinga o'rgataman. Shu paytgacha himchiskani deyarli hammaga o'rgatdik. Endi gal polirovkaga. Faqat obunani bosib, like bosib tursanglar bo'ldi. Xo'p, gap ko'paytirmaymiz. Hozir qiladigan ishimiz sizga uyingizda qanaqa qilib polirovkani qilasiz. Mana hozir mana bunaqa mex olasizlar. Bu 100 ming so'm atrofida turadi. Mashinka 1 million so'm atrofida sotib olsanglar bo'ladi. Xo'p, H9 Koch firmasidan polirovkani tanlab olasizlar. Mana bunda mana shunaqa qilib qo'yib chiqamiz. 3 marta birinchi skoroskga qo'yamiz, birinchisini aylantiramiz, keyin ikkinchi skoroskda xuddi shunaqa qilib, keyin uchinchi skoroskda xuddi shunaqa qilib. Oldin mana bunaqa qilib yurg'izib olamizda, birinchi skoroskda mana bunaqa qilib ketaveramiz. Keyin mana bunaqa rax kelganida mana bu raxlari bor. Ochib yormaslik uchun mana bu yoqdan yurg'izasiz. Keyin mana bu yoqdan yurg'izasiz mana. Xo'p, mana. Xo'p, birinchisini bo'ldik. Endi ikkinchi skoroskda. Mana shu birinchi skoroskda, ikkinchi skoroskda, uchinchi skoroskda ishlasanglar, mashinani kuydirib qo'ymaysizlar. Faqat 4-5 ga o'tadigan bo'lsanglar, u narsani men maslahat bermayman. Hop, mana buni artib tashlaymiz. Mana uje birinchisi ancha ishladi. Bu endi ikkinchi komponent. Bu ikkinchi komponent nima uchun kerak? Ikkinchi komponent birinchi komponentni qoldirgan gologrammalarni tozalaydi. Mana bu F6 pasta bilan qilinadi. Bu nasatkalarni sotib olgan joyingizda so'rasangiz bo'ladi. Mashinasi 1 ga, mashinasi 2 ga o'tadi deb bu yerda sizlarga maslahat berishadi. Tomini qilayotganingizda mana bu simni yelkaga tashlab olasizlar-da, shunda mana bu kuzovlarini chizmaydi. Endi buni mana artib tashlaymiz. Endi uchinchisi nimaga kerak? Uchinchisi endi yaltirlatish kerak. Bu uchinchi komponent M3 mana shu bilan bu mashinaga уже blesk beradi, yaltirlatadi. Bo'ldi. Ana endi sizlar o'zingizlar bunga bitta baho berasizlar hozir. Menikidagi chiqmaydi-yu, lekin xizmatingizga arziydi. 90% qilsangiz bu уже katta gap. Mashinani qilib bo'lgandan keyin rezultatiga o'zingizlar baho berasizlar. Har bitta ko'rsatayotgan narsalarim sinovdan o'tgan. Shuning uchun qo'rqmasdan kuzataveringlar. Hali sizlar bilan dunyoning ishini qilamiz. Biz bilan birga bo'ling.